bir kunda uyli bo'lar ekansiz. Ideyani bombasi-yu, xohlasangiz dacha qilib qo'yib, maza qilib oilaviy dam olib ketsangiz bo'lar ekan. Ishonasizmi? Aynan shu joyni olsangiz, bitta sezonda shu joy sizga tekinga tushadi. Ya'ni qanaqadir shaldir-shuldir suvlarni bo'yida, tog' joylarda yeringiz bo'lsa shunchaki, shuni olib borib ko'tarib bir kunda qo'yib berishadi. Ertasi kundan, kuniga $200 mayli, plyus ko'p bo'lsa $100 arendaga bersiz ham bitta sezonda aynan mana shu dacha haqiqiy Rossiya atmosferasini beradigan shu sizga tekinga aylanadi. Hozirdan bitta like bosingda, hamma yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Bu ideyani hech kimga aytib qo'ymang. Haqiqiy yog'ochdan 2 qavat qilingan, uning ustiga o'rtasiga izolyatsiya qo'yilgan, qahraton sovuqda ham uyingiz issiq turadi. Bitta dona konditsioner yoki pechka bilan butun uy bemalol isiydi. Exotic Eco dachani bilsanglar kerak. Aynan shunaqa uylar bilan yorib ideyalarni. Yengillik qilishdan ham charchashmayapti. O'tgan safar yana bir boshqachasini qildim. Hozir endi 3 xonali 52 kvadratlikni bitta ko'rib olsangiz bo'ladi. Ha, ichini ko'ring. Rostdan ertakka tushib qolgandek bo'lasiz. 52 kvadrat uy sotib olsangiz ham bundan 2-3 baravar qimmat bo'lib ketadi. Bu yerda eng zo'r joy uy nafas oladi va hech qanaqa zax bo'lmaydi. Testosteronga ham foydasi bor. Bu yoqda takoy детский spalni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Pardalarni qarang, yorib sanuzellargacha bor. Hamma narsasi tayyor bo'ladi. Mana shu narsalarni, sanuzellarni, bu yoqda kuxna kerak emas, sauna desangiz, xohlasangiz sauna ham qilib berishadi. Duh spalni xona. Bu yerda hamma mana shu tayyor qilib berishadi, ko'tarib olib borib berishadi. Faqat mana bu devorlarni alohida gaplashib olsangiz bo'ladi, mana shu spalni joylarni. Yana bu yerda zo'r joyi. 10 balli zilzilaga ham bardoshli deyaptilar. 2 qavat juda mahkam qurilgan, o'rtasida juda ham qimmat izolyatsiya materiallar ishlatilgan deyaptilar. Kirganingizda hamcha daraxt hidi keladi-yu, odam kayfiyati yana ham ko'tarilar ekan. Xohlasangiz yashab, o'zini puliga sotib olsangiz ham bo'ladi. Xullas 100% tabiiy uy. Qarang, og'aynilar bilan shashingizda pishirib yeb o'tirsangiz bo'lar ekan. Rostdan maza qildim. Agar 2 sotu yerlaringiz bo'lsa, qayerdadir bekor yotgan, shunchaki qo'yib qo'ysangiz ham tayyor dachada narxi o'sha keladi. Har bitta detalini dizayn asosida qilishgan. Xullas, bunaqa ko'rinishligini siz qilishingiz uchun bir yil umringizni sarflaysiz. Zakaz qilasiz, bo'ldi, qurib olib borib berishadi aytgan joyingizga. Narxi 24600 ga qilib berishar ekan. 16400 ga xohlasangiz, tepasida bunaqa bolaxonasi bor. Takoy 6 ta bola tepasi qilib ketadi va birinchi etaji bor. Xillarini ham olsangiz bo'ladi. Buni ham ko'rinishi ajoyib. Bu yana bir boshqa dunyo. Xohlasangiz 2 xonali xili ham bor ekan. Bunisi 19400 ga hal bo'lar ekan. Bu katta bochka nima ekan desangiz, bu sauna ekan. Mana qarang. Tashqarida bunday toza havoda o'tiradigan joy bor, ichkarida ovqatlanib o'tiradigan joy bor va yana ichkarida sauna. Gap yo'qmi? Shunaqa alohida saunalar ham qilib berishar ekan. Bu tayyor sauna $5400 ekan atiga. Hozir telefon qilingda yana batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.